Sunnat, to'xta. Shunda mani klientlarim, mana masalan men komnatniy rasteniyalar bilan shug'ullanaman. Avkariyada domashniy archa ham bor. Lekin ko'pchilik so'rayapti, archaligida problema, gazonligida problema, daraxtligida problema. Shu mana shu archaligi kasal tushibdi, so'libdi. Shunga nima maslahat berasan? Shundoq berib yubor maslahat. Gazon landshaftchisan sen. Birinchi o'rinda yaxshi mutaxassis ekish kerak, to'g'ri ekish kerak. Eng kerakli narsa shu ekkan odamdan постоянно связьda bo'lish kerak. U biladi qanaqa ekkan, qanaqa nima qilgan, qanaqa dori berish kerak. O'shaning uchun bitta ekkan odaminglar yaxshi odamdan maslahatlashib, bog'-bog'dan maslahatlashib yursanglar zo'r bo'ladi. Agar mana shu doridan ishlatamiz. Bu mana plyushlarga, archalarga, misol uchun magnoliyaga, mana magnoliya bor. Magnoliyaga hammasiga universalniy dori bu. Hamma dori ishlatsa bo'ladi. Lekin buni ham maslahatlashib, bilib, qanaqa ishlatish kerakligini bilib ishlatish kerak. Lekin самый главный suv bilan to'g'ri ekilishi shart. Shuni maslahat berasan, Shuni maslahat beraman. Mana shu dori zo'r. Sen agar anaqa qiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa senga murojaat qilishsa bo'ladi. Landshaft dizayn bo'yicha. To'g'rilab beramiz. Mana aytganimizdek, bu faqat komnatniy rasteniyaga emas, men sizlarga aytayotgandim. Bu meni o'zimni jigarim, ukam, родной aytdim sizlarga. O'g'lim, ukamga hammasi shug'ullanishadi. 25 yil stajga ega. O'shanga mana как раз uyga keldim. Mana bu ham qo'lida shu bilan turibdi. Chunki hammasini bilib o'zligi boshlab, sinovdan o'tkazishgandan keyin mana biz sotuvga chiqardik. Foydali tegan bo'lsa, hammaligiga biz xursandmiz. Murojaat qilinglar. Xo'p, rahmat.